Assalomu alaykum, gruppamiz a'zolari. Navbatdagi drablikamiz tayyor bo'ldi. Bu donli mahsulotlar uchun mo'ljallangan. Donli mahsulotlarni 99% un qilib beradi. Bemalol molga sepib bersa ham bo'ladigan. Hozir klientimiz raqamlari 8076 Toshkentga chiqib ketyapti. Bu drablikamiz narxi 2.300.000 so'm, dastavkasi viloyat markazlarigacha bepul. Bu katta motor, motorni ko'rsatamiz. Yozuvi 8 kilovatli katta motor. Ya'ni 8 kilovat degani bilan 8 kilovat bas. 4 kilovat bo'ladi. Atrofidan 3000 оборот. Mana bu yerga 8 kilovat, 3000 оборот yozib bergan. Og'irligi 38 kilo. Katta motorimiz o'qi ham 28 lik bo'ladi, 24 bas. Qizisa o'zi tashab o'rgan kulchatirlari bor mana. Avtomatlar 220 ga ishlayveradi, alumin. Pastokka ham ishlayveradi bu bemalol. Mana olddan chiqarib ko'rsatamiz, video davomida ham ko'rasizlar. Makka 3 xil setkasi bo'ladi. Mana bu eng kattasi yormasi, bunisi bug'doyga yorma qilib beradi. Ichidagi o'sha un qilib beradigan makka, bug'doy, tariq, arpa, donli mahsulotlar hammasiga ishlayveradi. Setka almashtirish oson juda ham. Eshigi mana kurchaklik. Oshiq-moshiq shunday ochib almashtiraverasizlar. Manzilimiz Farg'ona viloyati, Qo'qon shahar. Telefon raqamlarimiz 564 93 23 90 lik. Hop, bu eng qimmati shu 3.200.000 so'm. Bundan arzoni bor. 3 kilovatli alumin motor bo'ladi, 2.5 million so'm. Mislisi bor, u 3 million so'm bo'ladi. Bu misli ham shu 3 million 3 kilovatli bo'ladi, u ham 6.5 kilovat yozilgan bo'ladi, lekin 3 kilovat. 3 million so'm. Hammasining dastavkasi bor. Hozir bir chiqarib ko'rsatamiz. Mana 99% un bo'lsa 1% shakari bo'ladi. Bemalol molga mana sepib beraverasizlar. Xo'p. Endi bu drabilkamiz soatiga eng resetkasini qo'ysalar, mana buni qo'ysalar 600-700 kilo atrofida soatiga chiqaradi. 1 soatda makkani o'sha donli mahsulotni ho'l quruqligiga qarab 600 kilodan 700 kilogacha. Bunisida ozgina kamroq bo'ladi, 500 kilo atrofida. Eng mayda setkasini qo'ysalar 300 kilodan 400 kilo atrofigacha chiqaradi. Mana shu un qilib bergan eng mayda setkasi. Hozir mana ichida o'zi 3 kilo makka bor edi. Juda tez chiqardi. Bemalol misol nechta endi bir 20 ta, 30 ta, 40 ta mol qo'ylaring bo'lsa ham bemalol yetib ortadi. Eng maydasi ham 400 kilo soatiga chiqarib tursa 1 soatda. Ancha-muncha don chiqarib qo'yadi. Bu qizimaydi, mana qizisa ham uni kulchatir bor, tashab yuboradi. Hech qanaqangi bir kuyib qolish yo boshqa narsa degan narsa yo'q. Bemalol ishlataverasizlar. Kimga kerak bo'lsa murojaat qilaverasizlar. Yasab beramiz. Dastavkalarimiz 12 ta viloyat, hamma joyga bor dastavkalarimiz. Dastavkasi bepul. Kattasidan olsangiz ham, kichkinasidan olsangiz ham farqi yo'q. Arzon, qimmat dastavkalarimiz bepul. Ham listlarimiz hammasi 100% yangi list bo'ladi. Hech qanaqa rabochiy konteynerdan ishlab chiqqan narsalar yo'q. Hammasi yangi. Ham bunaqangi mana bundan bag'in hammasi bu ham g'ildirakli bo'ladi. Oldin balonsiz chiqarardik. Donli drabilkamizni endi bundan bag'iga universal drabilkaga o'xshab bu ham balonli bo'ladi bundan bag'iga.
yetalashga osonroq, bir tarafga on boshlatib turib bemalol tortib ketaverasizlar.